Assalomu alaykum. Men hozir shu To'qmoq shahrininki janubiga 25 kilometr uzoqlikdagi 11-asrda shu Balsag'un deb atalgan Qirg'izistonninki, hozir Qirg'izistonninki To'qmoq shahriga yaqin joydagi Qarxanilar sulasiniki 9-asrdan 12-asrgacha Qashqarda markaz qilgan Uyg'ur Qarxanilar sulasiniki yozliq poytaxti Balsag'un shahrini ziyorat qilib turibman. Shu qimmatli fursatlarni barliq qarindoshlar, vatandoshlar bilan bahslanay dedim. Meni bu yerda ko'rib turayotganinglar shu hozir To'qmoq shahrininki janubidagi 25 kilometr yiroqlikdagi shu Balsag'un shahrininki ayni vaqtga tarixdagi munarniki ko'rinishi. Bu munarni hozir Burana munar deb ataydi ekan. Bu munar shu 1950-yillargacha saqlanib kelgan bo'lib, ko'p qismi vayron bo'lib ketgan ekanda. Keyin 1950-yildan keyin Sovet hukumati bu mundan qaytadan asli hozir vaqtgan holatda ishlab qaytadan bezab hozirgi holatga keltirgan ekan. Ammo bu to'g'ri mashhur Uyg'ur olimi Yusuf Asojib davlat arbobi Qutb Qubliqning avtori bu ulug' zotimiz shu Balsag'un shahrida shu go'zal Tangirtog'ninki kichkina bir etaklari shu g'arbiy etaklarida shu joyda tug'ildi deb qaraldi ekan. Ammo biz darvozadan kirsak, buning yanında kichik ko'rinib turgan kichik muzeyda shu Burana qalasiga, munariga bag'ishlangan. Kirsak ichiga shu Yusuf Asojibning Hojibning to'lg'anlik 1000 yilligi deb yo'g'on qirg'izcha uslubda sizib rasmlarini tabriklangan nurg'un lozinkalar, kitob materiallar bor ekan. Yana tafsildan ko'rib chiqamiz. Shu Balsag'un qisqasi shu Qarxanilar sulasiniki 9-asrdan 12-asrgacha bo'lgan Qarxanilar sulasiniki yozliq poytaxti Balsag'un shahri va Balsag'un shahridagi shu Burana munari. Shu Burana, ya'ni shu munar turgan yerdan, yana hozirgi shu tarixdagi Balsag'un shahridan sharqqa hisoblasak Issiqko'l taxminan shu 200 kilometr uzoqlikda deyman, 200 kilometr uzoqlikda. Biz aytganda shu Qorako'lniki g'arbidagi To'sir degan joydan safar qilib, biz aytgan soat 10da mangan, tushdan keyin soat 2 bilan shu Balsag'un shahriga yetib keldik. Bugun hozir safarimiz hamda shu yerdan Bishkek shahri qarab bormoqchi. Yana bir soat emas, balki 40 minutlar atrofida Bishkekka kelib qolishi mumkin. Shu yo'l ustida To'qmoq shahrining janubida shu Balsag'un shahrini va Burana qalasini, munorini bir ziyorat qilish fursatiga ega bo'ldik. Buni shu sizlar bilan, vatandoshlar bilan tang huzurlanish maqsadida, tariximizni yod etish maqsadida, tarix qurgan, ajdodlarimiz qurgan ulug' davlatlarimizni xotirlash maqsadida keng do'stlarga bu tin ko'rinishni taqdim qildim. Yoqtirib ko'ringlarga rahmat.